Bu dunyodagi sayyohlar uchun hamma narsa bepul bo'lgan yagona mamlakatdir. Bu yerda jamoat transporti hamma uchun mutlaqo bepul. Butun mamlakat bo'ylab avtobus, tramvay va poyezdlarda bepul yurish mumkin. Hamma joyda bepul, yuqori tezlikdagi Wi-Fi ishlaydi. Barcha parklar, muzeylar, san'at galereyalari va saroylarga kirish ham bepul. Mahalliy aholi bunga qarshi emas, chunki ularning o'rtacha ish haqi oyiga 7000 yevrodan oshadi. Har qadamda toza ichimlik suvi favoralar bor. Asosiy o'ziga xosligi buyumlarni bepul almashish tizimidir. Mahalliy aholi o'zlariga kerak bo'lmagan, lekin yaxshi holatdagi buyumlarni tashqariga chiqarib qo'yishadi va ularni xohlagan kishi olishi mumkin. Hatto hojatxonalar ham bu yerda doimo toza va bepul. Bu mamlakatda ta'lim hatto chet ellik talabalar uchun ham bepul. Barcha o'quvchilarga esa oyiga 2000 yevro miqdorida stipendiya to'lanadi. Gap Yevropaning qoq markazidagi kichkinagina davlat, aql bovar qilmas Lyuksemburg haqida ketmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalar to'playotgan navbatdagi lavha. Qor bilan qoplangan tog' bag'rida osmonga yeltuvchidek ko'ringan ulkan eskalator. Uni ko'rgan har bir insonda bir savol tug'iladi. Bu qanday qilib barpo etilgan? Go'yo inson qo'li bilan tabiat qonunlarini yengib o'tgandek. Gap Xitoyning Syanzi viloyatidagi Linshan manzarali hududida joylashgan mashhur osmon darvozasi eskalator haqida bormoqda. Linshan Syanzi viloyatida joylashgan mashhur sayyohlik maskani. Manbalarga ko'ra, bu hudud dunyodagi 33-barokatli makon sifatida qayd etilgan. Avvallari Linshan cho'qqisiga chiqish uchun sayyohlar yuzlab zinapoyalarni piyoda bosib o'tishiga majbur edi. Bu esa yoshi katta yoki imkoniyati cheklangan insonlar uchun katta qiyinchilik tug'dirardi. Shu bois mahalliy hokimiyat va muhandislar tabiatga zarar yetkazmagan holda xavfsiz va qulay yechim sifatida tog' eskalatorni barpo etishga qaror qildi. Eskalatorning aniq texnik ko'rsatkichlari umumiy uzunligi taxminan 280-300 metr, vertikal ko'tarilish balandligi 120-150 metr. Bu ko'rsatkichlar uni Xitoydagi tog'li hududlarda qurilgan eng uzun va murakkab eskalator tizimlaridan biriga aylantiradi.